Master kanaliga xush kelibsiz. Mana bugun Samarqanddan bizga pochta kelgan. Murodjon akamizdan kelgan. Biz tezkor pochtadan yuborgan, Samarqanddan kelgan. Hozir buni ochib ko'ramiz. Ichida nima bor? Ochib oldik. Elektrocheka qo'yamiz. F64 Ultra Box'i. Hozirgi kunda buni olishimdan maqsad hozir server ishlari, telefon ustakalarimiz biladi. Hozir xonerlarni Google akkauntini yechish, Samsung akkauntlarini yechish $25, $30 shu orada bo'lib ketyapti, qimmatlashib ketyapti. Shunga buni olishga majbur bo'lyapmiz. Telefon server ishlarini ham qiladi. Tavsiya beraman olishga. Ochib ko'ramiz. Nimalari bor ekan. Trust'da 15 mingga oldim. Bu telefonning box'ni adapteri ulash uchun kerak. Bu chiqarib olamiz. Chiqarib oldik. Buni hali ishlatish uchun buni aktivatsiya qilish kerak ekan. Aktivatsiyasi tekin. Qo'shimcha narsalarga nimalar qo'shib bergan ekan ko'ramiz. Ochib olamiz. Mana bular shu telefonni operatsiya olish uchun ishlatiladigan narsalar. Boshqa narsa chiqmadi. Buning adapteri bor. Uni endi keltiramiz.
uni aktivatsiya qilish kerak. Endi aktivatsiya qilishni ham o'rgataman birdaniga. Sizlarga buni men reklama qilayotganim yo'q, iloj emasman. Buni Muhriddin akadan olishimdan maqsad, Muhriddin aka ancha arzon va O'zbekiston bo'ylab pochta xizmati bor, yetkazib beradi. Ham ancha arzon. Men buni hozir 2026-yil, keyingi yil 2027-yillarga narxi to'g'ri emasligi mumkin. Shuning uchun narxini aytmayman. Necha pulga olganimni, nega boshqa yerlarda ancha qimmat ekan. Muhriddin akadan bir 500 ming arzonga oldim buni. 500 ming 600 ming arzonga oldim va Muhriddin akaning Telegram kanali bor, Instagram kanali ham bor. Hozir ekran zapis qilib Telegram kanalini ko'rsataman va videoning ostiga shaxsiy Telegram silkasini qo'yib qo'yaman va Telegram gruppasini ham joylashtirib qo'yaman. Kimga shunday telefon ustalariga ta'minlash uskunalar kerak bo'lsa, programmatorlar va bokslar, Axta Plus, FRP12, payanlik, shunga o'xshash uskuna apparatlar kerak bo'lsa, shu Muhriddin akaga murojaat qilsangiz ancha arzon ekan va sifatli ekan. Ham garantiya beryapti. Ekranga hozir Telegram kanali Pro Market degan kanali bor. Hozir sizlarga shu ekran zapis qo'yib ko'rsataman. Undan keyin boksda men kamchilik olib aktivatsiya qilishni ko'rsatib o'taman. O'zbekcha qo'llaman. Kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, hozir bu boksda qanday ishlatish kerak, qanday telefonga ulanadi, nima ishlar qiladi, keyin o'zim hali ishlatib ko'rmaganman, endi asta-sekin o'rganamiz. Ekran zapis ulayapman, ko'ramiz. Telegramga kirib olamiz. Kirib oldik. Pro Marketga kiramiz. Kabellari bor. Mana F64 ga SP V2 adapterlari bor. O'zlariga mana shaxsiy Telegram kanali, shaxsiy Telegramni Masterjon 01 ga Telegram yozsangiz chiqadi. Mana F64 boksi. Keyin qanday tushunmasalaringiz Muhriddin akamizning professional usta. Yozsalaringiz yordam beradi, maslahat beradi. Ham arzon, ham sifatli. Telefon ustaklarimizga nimalar kerak bo'lsa, hammasi shu Samarqandda Muhriddin akamizda bor. Mana Muhriddin akamizdagi. Men videosini qo'yib ko'rsataman.
hamma full set chiqib ketdi. Mana pochtaga yuboryapti. Bittasidan pochta qilib, pochtaga bergan, pochta qilib yuboryapti. Kimga nima kerak bo'lsa hammasi shu Muhriddin akada bor. Kerak bo'lsa videoning pastiga silkasini qo'yib, shaxsiy telegramlarini qo'yib ketaman. Bemalol o'tib, narx-navo, qanday narxlar qiziqtirsa, bir narsa qiziqtirsa, bemalol o'tib so'rashlaringiz mumkin. F64 ning programmasini qayerdan topsam bo'ladi deyishlaringiz mumkin. Internetga F64 download deb yozsangiz, mana shu chiqib keladi. Mana postga yozasizlar, mana F64 box yozasizlar. Shu yerda men birinchi chiqqan saytga kirasizlar. F64 V1 2026 ga ustiga bir marta bossalar, 2 marta ko'chirib olishni boshlaydi. Men ko'chirib olganman, skechet qilib olganman, men kerak emas. F64 da keyin ko'chirib olganlaringizdan keyin stonovka qilasizlar. Stonovka qilganingizdan keyin hozir ko'rsataman. Telefon F1P F64 boxga kiraman. Men ko'chirib olganman. Ko'chirib olganingizdan keyin zip failda bo'ladi. Bunday qilib ustiga bossangiz zip faildan chiqadi va faildan chiqqandan keyin ustiga 2 marta bossangiz bu programma o'rnatishni boshlaydi. Men o'rnatganman. Endi bu qayerdan topaman? Robotchi istalga chiqmaydi. Shuning uchun bizga kiramiz. Kirganimizdan keyin programma Face 86 ga kiramiz. Mana bu yerda flash 64 bor. Ichida F64 bor. Keyin mana ustiga 2 marta bosasiz. F64 Ultra ustiga 2 marta bosib mana kiryapti. Endi buni registratsiya qilmasa ishlamaydi. Shuning uchun buni registratsiya qilish uchun buni adapteri ulangan bo'lsa registratsiya qilib bo'lmas ekan, aktivatsiya qilib bo'lmas ekan. Mana endi aktivatsiya qilaman desam, mana chiqmaydi. Uni ula deyapti. Endi buni suqiramiz.
sug'oramizda, sug'oramiz. Apparat sug'ordim. Buni adapterda olib tashlaymiz. Aktivatsiya qilish uchun. Va mana ulaymiz. Mana adapterni olib tashladim. Endi avtomatik o'zi chiqdi. Registratsiya qilsa bo'ladi. Endi buni yozamiz. Dilmurod 98 degan Dilmurod 98 yozamiz. Nega Dilmurod Sultonov bu yerga email adres yaptı. Emaildan kirazasizlar. Subonov bir gmail.com yoziladi. Meni qaysi davlatga O'zbekistondagi bormagan. O'zbekiston telefon raqamini kirgizsa. O'zbekistondagi bor ekan. Buni kirgizamiz. 311 45 98 raqamini kirgizamiz. Va Telegramdan yozasiz. Dasturchi 45 98 deb yozasizlar. Va menga Qur'onni yozib oldik. Registratsiyadan o'tdik. Mana emaillarınız var ki email kirgizdim-ku, ana shu emailga hozir kod ketdi. Ana shu kodni kirgizishimiz kerak. Emailimizga kod keldi. Mana emailimizga kelgan kodni kirgizamiz. 681 379. Mana ssilkani ko'rsatib turgan ssilkani bosamiz. Mana boxni registratsiya qilib oldik. Sizlarda ham shunday registratsiya qilish kerak bo'lsa, shunday qilsangiz bo'ladi. Mana aktivatsiya fili OK bo'lyapti. Video foydali bo'lgan bo'lsa rahmat sizlarga. Obuna bo'lib kanalga like bosib o'tasizlar. Bundan foydali videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Kimda qanday savol bo'lsa berishim mumkin.